Va nihoyat mikrovolnovkani tozalashga ham yetib keldik. Ichini ko'ringlar, juda ham yomon holatga kelib ketgan. Bizga kerak bo'ladigan narsalar limonli kislota, uksus va soda kerak bo'ladi. Oxirida uyingizdagi bor idish yuvadigan geldan ozgina qo'shib yuborishni esdan chiqmasin. Sodadan 2 qoshiq solamiz. Keyingi etapda limon kislotani ochib bitta pachkani butun sovura olamiz. Keyingi etapda uksus solsak, reaksiyaga kirishib zo'r ish qilinadi bunda. Oxirida gelni ham qo'shib yuboramiz. Buni ozgina qo'shsa yetadi mana. Qorishmamiz tayyor bo'ldi. Endi bunga ozgina iliq suv qo'shib yuboramiz. Qorishmamizni mikrovolnovkaning ichiga qo'yib, buni qaynab, bug'lanib, hamma atrofni qoplaguncha qo'yiladi 5-6 minut daqiqa. Suvimizni 6 daqiqa qaynatib oldik. Endi bu suv bilan salfetkada yaxshilab hamma joyini artib chiqamiz. Mikrovolnovkamizni ichini ko'rdinglar, juda ham toza bo'ldi. Agarda ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.